hashamat hamma vaqt ko'zga tashlanmaydi. Ba'zida u shunchaki Genesis nomi bilan keladi. Bugun oldimizda Genesisning ikkita flagman modeli GV80 va G90 modeli. Dizaynni o'zi hamma gapni aytib turibdi. Ko'p vaqtingizni olmayman. Yaxshisi ko'ringlar, bahosini o'zingizlar beringlar. G90'imiz zakaz asosida olib keltirib berilgan. Egalariga xudo xohlasa ertaga topshirib yuboramiz. GV80'imiz sotuvda 86 ming kami bor. Barakasiga bir ikki so'm o'tib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.